Bu yulduz kelsa Husanovga City'da aniq non qolmaydi. O'zbekiston milliy terma jamoasining ba hamda Qatarga qarshi uchrashuvlar uchun hakamlar ma'lum qilindi. Shu va shunga o'xshash xabarlar videomiz davomida kanalimizga obuna bo'lib, like bilan qo'llab-quvvatlashni unutmang. Unda videoni boshladik. Manchester City yozgi transferlar davrida ham faollik ko'rsatadi. Josep Guardiola jamoani qayta shakllantirishga qaror qilgan. Klub mutasaddilari ispan murabbiyining kriteriylari va talablariga mos keladigan yangi ijrochilarni qidirmoqda. Shaharliklar yangi mavsum oldidan deyarli har bir pozitsiyani kuchaytirishga qaror qilgan. Garchi klub yanvarda himoya markaziga Abduqodir Husanov va Vitor Reis, yarim himoyaga Niko Gonzalez va hujum chizig'iga Umar Marmushni olib kelgan bo'lsa-da, bu pozitsiyalarda yana yangi ijrochilarni olib kelish masalasi kun tartibidan olingani yo'q. Manchester City'ning yangi sport direktori klubdagi dastlabki transfer oynasiga puxta tayyorgarlik ko'rmoqda va Guardiolaga ma'qul keladigan o'yinchilarni olishga harakat qilib ko'radi. Angliyalik futbol ekspertlaridan Graham Bailey va James Brook Liverpool mutasaddilari shartnomasi kelasi yil yozda tugaydigan Ibrohim Kanate bilan muzokaralarni boshlashga kech qolganini va bundan Manchester City vakillari unumli foydalanib qolishga harakat qilayotganini ta'kidladi. O'zbekiston terma jamoasi iyun oyida 2026-yilgi Jahon chempionati 3-saralash bosqichi doirasida va Qatar terma jamoalariga qarshi o'yin o'tkazishdan xabaringiz bor. O'zbekiston uchrashuvini avstraliyalik Shon Evans boshqarib boradi. Unga qanotlarda hamyurtlari George Lakrindis va Uyen Goldrig yordam beradi. 4-rasmiy hakam sifatida Jonathan Barrero va Vardes Alexander King ishlaydi. Shuningdek, O'zbekiston Qatar uchrashuvi xitoylik hakamlar brigadasiga ishonib topshirilgan.